Tezkor yangilik. Kommunal soha xodimlarini taqdirlash bo'yicha yangi tashabbus ilgari surildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kommunal sohada mehnat qilayotgan minglab xodimlar uchun muhim yangilik e'lon qilindi. Agar ushbu tashabbus qabul qilinsa, ularning mehnati davlat darajasida yanada yuksak baholanadi. Bu haqida hozir batafsil aytib beramiz. Eng muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Mamlakatimizdagi dolzarb yangiliklarni doim birinchi bo'lib kuzatish uchun videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, O'zbekistonda kommunal xo'jaligi sohasi xodimlari uchun yangi faxriy unvon joriy etilishi mumkin. Buni nazarda tutuvchi qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan qabul qilinib, ko'rib chiqish uchun Senatga yuborildi. Taklifga ko'ra O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatayotgan kommunal xo'jaligi xodimi nomli faxriy unvon ta'sis etiladi. Ushbu unvon kommunal sohada ko'p yillar samarali mehnat qilgan, o'z kasbiga sadoqat bilan yondashgan va tizim rivojiga munosib hissa qo'shgan xodimlarga berilishi rejalashtirilmoqda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, kommunal xizmat xodimlari yilning istalgan faslida, hatto bayram va dam olish kunlarida ham aholiga uzluksiz xizmat ko'rsatadi. Avariya va favqulodda vaziyatlarda esa ular birinchi bo'lib ishga kirishadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda millionlab aholiga xizmat ko'rsatish uchun suv ta'minoti, issiqlik tizimi, obodonlashtirish va ko'p qavatli uylarni boshqarish sohalarida 10 minglab mutaxassislar mehnat qilmoqda. Qonun tashabbuskorlarining fikricha, ushbu harbiy faxriy unvonning joriy etilishi kommunal soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash yoki kadrlarni jalb qilish va xizmatlar sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga xabarimiz yakunlandi. Videoni ulashing, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.